37. masala. 22,12 gram kaliy permanganat namunasi qizdirilganda 21,16 gram qattiq aralashma hosil bo'ldi. Ushbu aralashmaga to'liq ta'sirlash uchun yetarli miqdorda 36,5% xlorik kislota zichligi 1,8 gram millilitr qo'shildi va jarayon oxirigacha qizdirildi. Reaksiyada ajralib chiqqan xromning normal sharoitdagi hajmini litr aniqlang. Demak, oldin kaliy permanganat qizdirilganda parchalanish reaksiyasi yozamiz. Demak, kaliy MnO4 qizdirilgan vaqtimizda kaliy manganati plus MnO2 plus O2 hosil bo'ladi. Endi massa o'zgarishini ko'ramiz. Demak, delta M barobar bo'ladi 22,12 minus 21,6. Demak, bu ham barobar bo'ladi 0,96. Demak, bu yerdan massa kamayishi, buni reaksiyani tenglashtiraylik. Massa kamayishi kislorod hisobiga bo'ladi. Shuning uchun demak, MO2, demak, kislorodning massasi ham teng bo'lib qoladi nimaga? 0,96 ga. Demak, buni molini topsak, endi barobar bo'ladi 0,96 bo'lingan 32. Bu ham barobar 0,03 bo'lib qoladi. Ana endi demak, bu 0,03 bo'lsa, bu ham 0,03 bo'ladi. Bu ham 0,03 bo'ladi. Bu 0,06 bo'lib qoladi. Endi reaksiyaga kirishgan kaliy manganat demak 0,6 mol ekan. Endi jami kaliy permanganatni molini topamiz. Demak, buning uchun demak n barobar bo'ladi. Demak, 22,12 demak bo'lingan kaliy permanganatni molyar massasi bu 158 ga teng. Demak, 158 bu ham barobar 0,14 bo'lib qoladi. Demak, ana endi jami kaliy permanganat 0,14 mol ekan. Reaksiyaga kirishgani qancha ekan? 0,106 ekan. Demak, qolgan qancha bo'lib qoladi? 0,114 minus 0,06 bo'lib qoladi. Demak, bu 0,08 mol bo'lib qoladi. Ana endi demak, oxirgi qattiq qoldiqda demak kaliy permanganat, kaliy MnO4 qancha? 0,08 mol. Demak, kaliy 2, demak kaliy manganat O4 necha mol bo'ladi? 0,03 mol bo'ladi va nihoyat MnO2 ham 0,03 mol bo'ladi. Demak, bularning hammasi demak H+ bilan reaksiyaga kirishib xlor gazi ajraladi. Endi bu reaksiyadan yozib chiqamiz. Birinchisi kaliy permanganat bilan reaksiyasi 0,4 plus demak H+. Buni reaksiyasi keyin bu nima konsentrlanganini bilish uchun 36,5% ni aytib qo'yibdi. Nima hosil bo'ladi? Demak, kaliy xlorid plus MnXlor2 plus xlor2 plus suv hosil bo'ladi H2O. Reaksiyani tenglashtirsak, demak, bu yerga 2 qo'yishimiz kerak. Bu yerga ham 2 qo'yishimiz kerak. Demak, bu ham 2 bo'ladi endi. Demak, suvning oldiga 8 bo'ladi. Demak, plus 8. Xlorning oldiga 5 bo'ladi. Ana endi demak keyingisi. Endi kaliy manganat bilan reaksiyasi yozamiz. Kaliy 2 MnO4 plus demak H+. Demak, bu mahsulotlar yana shular. Kaliy xlor plus MnXlor2 plus xlor2 plus yana suv hosil bo'ladi H2O. Demak, bu reaksiyani tenglashtirsak, demak bu 8 bo'lar ekan. 2 xlorga ham 2 bo'lar ekan. Demak, endi oxirgi reaksiya MnO2 plus demak H+. Nima hosil bo'ladi? MnXlor2 plus xlor2 ajraladi plus suv ajraladi H2O. Demak, reaksiya tenglashtirish uchun bu yerda 4 bo'lar ekan. Buni oldiga 2 bo'lar ekan. Tamom. Ana endi mollarni qo'yib chiqamiz, aniqlaymiz. Demak, bu qancha qolgandi? Kaliy permanganat 0,08 edi. Endi buni xlor qancha bo'lib qoladi? Demak, 2 ga bo'lib ko'paytirsak 0,4 bo'lib 0,4 bo'ladi. 2 ga bo'lsak 5 ga ko'paytirsak 0,2 bo'lar ekan.
0,2. Bunisi qancha edi? 0,03 mol edi. Endi xlor 2 barobar bo'ladi. 0,06 bo'ladi. Demak, buni moli ham 0,03 edi. Demak, buni moli, demak, o'ziga teng bo'ladi. 0,03 bo'ladi. Demak, en jami xlorni olamiz endi. En jami xlor 2. Demak, barobar bo'ladi nimalar? 0,2 plus 0,06 plus 0,3. Demak, barobar bo'ladi 0,29 mol jami xlor bo'lar ekan. Endi buni hajmini topsak, V barobar bo'ladi 22,4 ko'paytirilgan 0,29. Demak, bu ham barobar bo'ladi 6,496 litr. Tamam. Demak, endi masalani ikkinchi usul bilan ishlaymiz. Demak, bu elektron balans usuli. Oldin kaliy permanganat molini topamiz. Oldingidek kaliy mini O4 demak barobar bo'ladi 22,12 bo'lingan molyar massasi 158 barobar bo'ladi 0,14 mol bo'lib qoladi. Endi kislorod molini topamiz. NO2 barobar bo'ladi 22,12 minus 21,16 bo'lingan 32. Demak, barobar bo'ladi 0,03 mol. Demak, shu reaksiyalar natijasida demak jami kaliy permanganatdagi marganez ionlari demak +7 ionlari nimaga aylangan bo'ladi hammasi? +2 ga aylangan bo'ladi. +5e marganez +2 ga aylangan bo'ladi. Demak, bu necha mol edi? 0,14 mol bo'lsa, jami 0,7 mol elektron olgan bo'ladi. Demak, bu elektron qayerdan oladi? Demak, dastlab kisloroddan oladi. Demak, O -2 nimaga o'tgandi? O2 0 ga o'tgandi. Demak, bu yerga 2 qo'yishimiz kerak. Demak, plus nechta elektron farqi bor? 4e elektron farqi bor. Demak, buni moli 0,03 bo'lsa, demak bu 1,2 mol elektron bo'ladi. Endi xlor ionlaridan olgan, qolgan elektronni xlor ionlaridan olgan bo'ladi. Demak, bu xlor 2,0, demak bu 2 bo'ladi. Demak, buni endi m mol desak agar, demak bu elektron farqi 2e. Demak, bu nima bo'lib qoladi? 2n mol elektron olgan bo'ladi. Endi bilan tenglashtirib olsak, demak jami olingan elektronlar marganez +7 dan 7 +2 aylanishga olgan elektronlar 0,7 mol bo'ladi. Demak, kislorod olgan elektronlar 1,2 mol bo'ladi. Plus xlor olgan elektronlar 2m bo'ladi. Demak, bu yerdan m barobar bo'lib qoladi. Bu yoqqa o'tkazib olsak 0,29 mol bo'ladi. Demak, jami xlor qancha ekan? 0,29 mol ekan. Endi buni nimasini topamiz? Hajmini topamiz. Ya'ni V xlor 2 barobar bo'ladi 0,29 ko'paytirgan 22,4 22,4 demak bu ham barobar bo'ladi 6,496 litr. Tamam.